إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda tövbe istig'for haqida to'xtalamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda deydiki: "İnnemet tevbetu alallahi lillezina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubun min qaribin fe ulaika yubadillahu seyyiatihim. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما." Yani Allah qabul qilishni va'da qilgan tövbe, yomonlikni nodonlikdan qilib qo'yib, ondan uzunlik qolmay tövbe qilguvchilarning tövbesidir. Allah ana shundaqlarning tövbesini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Davomli yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chaqda endi tövbe qildim deguchilarning tövbesi va kofir pati o'lganlarningki tövbesi qabul qilmaydi. Ana shularga biz qattiq azob tayyorladik deydi. Endi tövbe degan so'z arabchada tövbe qilmishiga pushaymon qilib, haqiqatga va to'g'rilikqa, durustlikqa qaytish deganlik tövbe. Istig'for Alloh taolodan o'zininki xatoliklarga, gunohlarga, g'aflatlarga mag'firat talab qilib, Alloh taolodan kechirim so'rash deganlik. Endi tövbeni nurg'un kishilar biz kishilarning haqqini yeyolmagan tursak, ibodatimizni joyida qilamiz, ishlarimiz normal, biz tövbe qilish ancha zarur emas deb o'ylab qolishi mumkin. Chunki ularning e'mida faqat gunoh qilgan odamlar tövbe qildi deb o'ylaydi. Undoq emas. Tövbe gunohdan kimmi qilinadi? Gunoh qilmay turibmi qilinadi? Gunoh qilmagan odammi qiladi va ibodatdan kimmi tövbe qilinadi? Hatto namozdan keyin astag'firullah deymiz aynan. Nimishga? Namozda o'talgan xatoliklar, kamchiliklarning mag'firat qilinishini, kamchiliklarimizning to'liq qilinishini Alloh taoladan so'rash. Chunki Alloh taolo talab qilgan bo'yicha ibodat qildikmi, qilolmadikmi, buni har bir odam o'zi his qila oladi. Namozdan qanchalik huzur oldi, qanchalik huzur ololmadi, dunyoning xiyoli bilan tug'dimi, imom qaysi surani o'qidi, qaysi oyatni o'qidi, uni bilib otamdi, xabari bormi? Mesela muşularni o'ylaganda namozdan keyin astag'firullah deb Alloh taolodan mag'firat talab qilish nihoyatda o'zimizning foydasi uchun shunday yaxshi. Demak, tövbe qilish gunoh qilgan odammi, ibodat qilgan odammi tövbe qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningki burunqi va keyingi barliq gunohlarni mag'firat qilgan bir zot turib, u deganki, men har kuni 70 tövbe istig'for aytish odamning to'g'ri yo'lda menishiga va qalbining pokiz saf turishiga vesile bo'ladigan bir amal. Xuddi nimani ko'nglakninki tugmasini aytgan vaqtda biz birini xato etib mangan bo'lsak, shuni to'g'rilab, to'g'ri qayta aytmaguncha tugmalning hammasi yanlış xato etilib mangan o'xshash. Masalan, birinchi tugmani xato etib qo'ygan bo'lsak, keyingi tugmalarning hammasi xato etilib mengayot. Eng oxirida qarasak, hammasini hamda boshdan oxiri hamma tugmani yeshib qayta. Endi shu tövbemanda bir xatolikni sodir qilib, oqni tövbe qilib yuyib mangan vaqtda bizning qalbimiz pokiz turadi. Agar endi gunohga patiraversak o'zimizni, keyin tövbe qilsakmi kar qilmaydigan, tövbe qilishga muyassar bo'lmaydigan vaqt bo'lib qoldi. Masalan, oppoq bir tamga bir layni etib qo'ysa, yoki kalatizikini etib qo'ysa, yeziladi shunday qoldi. Etib qo'ysa, bu ajoyib bir set turadi, set ko'rinadi. Bu ayib sanaladi. Ammo ashunda oppoq tamga, ashunda laydan yoki ashunda tezakdan jiq etilgan bo'lsa, 10-15 tane etilgan bo'lsa, bu naqshdek, guldek ko'rinadi. Kishilar uni aytmaydi.
Shuningga o'xshash endi gunohnimi agar biz shu gunohni yuyib mang'inimizda o'zimizningki aybkorligimizni, xatolashganligimizni, to'g'ri ish qilishimiz kerakligimizni hushyorlik bilan bilib turibmiz. Agar gunohni qilaverib, gunohga cho'kib kiraversak, gunohning ustiga gunohni qiraversak, bu gunoh eng oxiri Fir'avnni Nil daryosi g'arq qilganda gunoh bizni halokatga g'arq qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu to'g'rida bir hadisi bor. Gunohlarning hech qaysini kichik sanamanglar. Chunki gunohlar bir-biri bilan birikib bir insonni halok qilib o'tadi degan. Payg'ambar alayhisalom yana har qanday odam bolasi xatolashquchidir. Xatolashlarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir degan. Buningdagi sir shundaqki, chunki tavba istig'for insonning to'g'ri yo'ldan ezib ketmasligi uchun uning qadamini mustahkam qilib turadigan, xatoliklarning vaqtida yuyilib, gunohlarninki o'chirilib turishi orqali uni murakkab xatoliklardan va ig'ir gunohlardan saqlab turadigan bir qalqon tavba istig'for degan. Endi istig'for aytishninki muayyan bir vaqti yo'q. Ammo uning eng afzal vaqti sahar vaqti deydi. Qur'on Karimda bir qancha oyatlar bor. Yaxshi mu'min bandalarni sifatligida va fil asharihum yastaghfirun maslan. Allohning yaxshi bandalari saharlarda Alloh taoladan gunohlarga mag'firat talab qildi deydi. Saharlarda qilgan istig'forninki foydasi nihoyatda ko'p hamda bir hadisda bor, sahih hadisda Alloh taolo birinchi osmonga kechininki 3dan 1 qolgan birinchi osmonga tushib, tövbe qildiganlar bormi, tövbesini mag'firat qilman, mendan hojatini tilaydiganlar bormi, qabul qilman deydi. Demak, endi tövbeninki eng yaxshi vaqti sahar vaqti, ammo har qanday vaqtda tövbe qilishga bo'ladi. Endi gunohdan keyin emas, ibodatdan keyin bu va har qanday vaqtda tövbe qilish payg'ambarlarning, solihlarning ve yaxshi kishilarniki odati. Payg'ambarlar istig'for aytib turgan. Ya'ni ular mustahkam yo'lda turgan bo'lsa-mu, mushu mustahkam yo'ldan qadimini teyib ketmasin deb Alloh taolo istig'for aytib, o'zininki Allohga bo'lgan kamtarligini, hojatmand ekanligini izhor qilib turgan. İbadetlerning ichida istig'for Alloh taolo qilingan eng kamtarlik bilan qilingan eng mo'tabar bir ibodat. Istig'for aytish, tövbe qilishning o'zi ibodat. Astagfirullah taala Rabbimki zambin aznatu wa bilay. Ey Allah, sana tövbe qildim, barliq gunohlarim uchun sendan mag'firat tilayman deganlikda, mushuni aytgan odam hamda chin qalbidan va aqli joyida turib, Alloh taolani o'ylab turib, butun vujudini Allohga bag'ishlab turib aytgan odam eng mukammal bir ibodatni qilgan bo'ldi. Chunki bu Allohga bo'lgan o'zining ojizligini, Allohga muhtojligini, o'zining gunohkor banda ekanligini, o'zininki mukammal emasligini, kamtukligini izhor qilib, e'tirof qilib turib, Alloh taoladan mag'firat tilaydi. Allohga eng yoqadigan ish endi bu. Endi tövbening shartlari qanday desa, tövbening shartlari Alloh taolaning haqqiga qarshi ishlangan gunohlarningki tövbesi 3 shart bilan qabul qilinadi. Endi gunohlar bu yerda 2 turlik bo'ladi. Biri Alloh taolaning qil va qilma degan amriga xiloflik qilgan. Alloh taolaning qil deganni qilmagan, qilma deganni qilgan. Bunda qilgan odam Alloh taolaning haqqiga jinoyat, gunoh sodir qilgan bo'ldi. Buning gunohi gunoh sodir qilmaslikka bel bog'lash. Darhol shu gunohni tashlash, qayta qilmaslikka chin ko'ngildan va'da berish. Ama günahını qilib turib, muayyan bir gunohni qilib turib, yolg'on aytib turib, "Ey Alloh, mening yolg'onchilik gunohimni kechirgan" desak, buning foydasi yo'q hamda. Bir odam endi harom yeb turib, haqning haqqini yeb turib, "Ey Alloh, mening shu harom yegan gunohimni kechirgan" desak, bu Alloh kechirmaydi hamda. Ama onu tashlab, qo'l uzib, pushaymon qilib, to'g'rilikka qaytib, uning degan, "Ey Alloh, men sana qaytdim. Men endi seninki yo'lingda to'g'ri yo'lda mang'an bo'ldim. Endi burungi gunohlarimni kechirgan" desak, Alloh taolo tövbe orqali har qanday gunohni kechirdi. Hatto mushrikning gunohini kechirdi. Qur'on Karimda bir oyat bor. Innallohu yaghfiru zunuba jami'a deydi. Alloh butun gunohlarni mag'firat qildi tövbe qilgan kishiga.
Onun için innallahu la yaghfiru ey yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha dedi. Allah Taala o'ziga shirk keltirganning gunohini mag'firat qilmaydi, uningdan boshqa gunohlarni xohlagan odamga mag'firat qildi dedi. Bu deganning ma'nosi shu shirk keltirganidan tövbe qilmay o'lgan bo'lsa, uni qat'iy mag'firat qilmaydi, do'zaxda mangu qoldi degan gap. Agar hayotini mushriklik bilan, kofirlik bilan, ateistlik bilan ashunda o'tkazgan bo'lsa, kuni hidoyat topib tövbe qilib qaytadan iymon etib tövbe qilgan bo'lsa, buniki gunohlar surishti qilinmaydi, afi qilinadi degan gap endi. Allah Taola'nın haqiqiy ishlangan gunohlar mushu 3 shart bilan qabul qilinadi. Endi haq huquqning biri Allah Taola'ga munosabat bo'lsa, Allah Taola'ning mahluqotlariga qarshi, masalan, hayvonlarni azoblagan, insonlarga ziyon yetkazgan, insonlarning haq huquqlarini yegan deganga o'xshash insonlarga, ya'ni mahluqotga qaratilgan qilmishlarningki gunohini mag'firat qilish uchun Allah Taolo bizden aşu cinayet kılıngan, kılmış sadır kılıngan aşu kişilerden razılık edişini talep kıldı. Mesela bir kimnin pulunu yevagan bolsak, onun pulusunu qaytırıp beret. Bir kimni töhmet kılgan bolsak, onu aklap. Bir kimnin g'ayretini kılgan bolsak, onundan keçirim surap. Bir kimge ziyan yetkizgen bolsak, onundan api surap. Aşu kişinin razılıkını algandan keyin Allah Taala onu keçirdi. Kişinin hakkını Allah ütep vermeydi. Hatta şehit degan hesap sorulmasdan cennette utuv kirdigan kişiler. Bırak şu şehitladımı bir kimnin hakikat kalgan bolsa, cennetinin aldığı toktap tutuldu deydi. Hak sahibi eğer razı olup gelse, kirdi. Eğer hak sahibi yani razı olmay, benim niyade savabın intihayın ihtiyacım var, bana savabımını versin, aşı nimeni, hakkını versin deyip durursa, uçağda kandak kıldı, ana savabını anık ettirdi. Eğer onun savabı yetişmeye kalsa adamınki, bu günah işlengen adamınki günahlarını manınga yüdü demdi. Yütküzüdü. Bu hakta Resulullah'ın bir hadisi var. İnsan namaz bilen, rozu bilen, nurgun yakşı ibadetlerini kılıç bilen barıda Allah'ın aldığa. Ama onu urgan, bunu hakaret kılgan, bunu töhmet kılgan, bunun hakkını yivagan, bunu yamanlık kılgan, aşında olap nurgun kişilerge yamanlık kılganlık için ahirette hemmesi bunundan üzününki hakkını elini talep kıldı. Uçakta bu adamınki barlık şu kılgan ibadetler, namaz, roza, zakat, heyt degen kılgan ibadetlerinin savabı alıp ettirildi. Eğer bunun savabı tügep kalıp, üzün günahı yetmese, adamın günahını üstüge atıp şunu dozağa kirdi diyen sahih edesemdi. Allah Taala aşındak muamele kıldı. Çünkü Allah Taala adil. Üzünün hakkıga karşı işlengen, sadır kılınan günahlarını yüzü api kıldı. Ama başka bir mahlukatının, başka bir bendinin hakkı işlengenini aşı bende yüzü api kılganda Allah Taala api kıldı. Çünkü o bendinin hak hukuku üzge has hak hukuku. Allah üzgü bergen hak hukuk. Aşı hak hukukunu yüzü kullanıyordu şu çağda o bende. Endi günahlarınki mağfiret kılınışınınki natijik çağrıları var. Birincisi tövbe kılış şu. Puşayman kılış, doğruluğu qaytış. Allah Taala bu doğruda illellezine tabu min ba'di zalika ve aslahu fe innallahu gafurur rahim. Endi Allah Taala şundaq kişilerini api kıldı ki, ular günah kılgandan keyin tövbe kıldı ve yüzünü ıslah kıldı. Hele kadar yüzünü doğru yolga mangdı, ıslah kıldı. Tüzetti, hatalıklarını tüzetti. Kişinin hakkını evagan bolsa biri etti, bir kim narazı kılgan bolsa onun razılık aldı, işlerini üzü buzgan işlerini tüzetti. Onun için Allah Taala onu keçirdi. İkincisi, yaxşı emellerini köp kılış arkalık yaman emeller yuyulup gidiyor. İnnel hasenat yüzhübne seyyiat deydi. Yani yaxşı emeller yaman emellerini yok çıkırdı, yuyuvadıdı deydi. Onun için bir mümin, Müslüman adamınki beşiğe balay afet gelse, bala kaza geldi, ya ki maddi ziyan tattı, ya ailesidekilerden ziyan tattı. Kandak işte bir musibet gelse, bu musibetini Allah Taala'dan geldi ve bunun çıkış yolu belgecimi yani Allah Taala dep Allah'ı sever kılıp Allah'a tayansa bu adamın şu musibeti, şu beşiğe gelgen işler o adamı savap bulup yazıldı. Her kandak adamı mesela
Her qanday adamniki jafo tortqini, musibatga uchragani hammasiga savob yo'q. Ammo u Alloh taoladan savob umid qilib, Alloh taolaga tayinib, Alloh taolaga yolvarsa va Alloh taolaning qazo va qadriga chin iymoni bilan Alloh meni shu sinoq uchun shuni menga beribdi. Alloh taolo yana menga bundan yaxshisini beradi deb ishonch qilib, Allohga tayansa, uningki shu tortgan har bir musibat, hatto bir hadisda putuga kirgan bir tikan chog'liq shunchalik bir ziyon bo'lsa-mu, u mu'minga savob yoziladi. Hatto putuga bir tikan kelib ketsa-mu, u odamga savob yoziladi degan gapda. Demak, endi tövbe istig'forning shundoq bak zo'r ahamiyati bor. Bu nihoyat bak o'ng'ay bir ish endi. Alloh taoloni xush qildigan, o'zimizga hech qanday bir jafo kelmaydigan, bizni vaqt talab qilmaydigan bir ish. Mayli ish o'rnida yo'lda ketib berib, namozdan keyin, tomoqdan keyin, uxlab qo'ygandan keyin, uxlashning oldida har qanday vaqtda Alloh taolaga: "Ey Alloh, mening bilib bilmay qilib solgan gunohlarimni afv qilgan, daftarimni oq saqlagan" deb ashundoq Alloh taolaga tövbe qilsak, mayli u arabcha tövbe qilish muhim emas, uyg'urchada o'zimizning tilda yoki o'zimizning dilda, ko'nglimizda meni kechirgin deb Alloh taoladan afv so'rasak, Alloh taoloni eng xush qildigan va bizni yo'limizda sabit qadam, to'p-to'g'ri yo'lda menishimizga vasila bo'ladigan bir amal. Chunki biz gunohlarni bir tarafdan haliqi qarnimi supurib tursak, uyimizning oldida bunda putimiz petib ketadigan bunda darajada bo'lmaydi-ku. Agar uni supurib turmaganda 1 metr, 2 metr bo'lib ketib, mang'il bo'lmaydigan bo'lib ketadi masalan. Shunga o'xshash endi gunohnimi oz bo'lsin, jiq bo'lsin, har vaqt Alloh taolaga tövbe qilib tursa, gunohlari yuyilib mang'idi. Hatto cho'ng gunohlar, hatto kufri, shirk o'xshash aynan cho'ng gunohlarmi tövbe bilan cho'qim yuyilib ketadi. Ammo uning kichik gunohlar masalan, bilib bilmay qilib solgan kichik gunohlar, buni Qur'on Karimda laman deydi-ku endi. Ashunday gunohlar normaldagi 5 vaqt namozining orasida yuyilib ketadi. Har namozga ta'rif qilganda nurg'un gunohlar, kichik gunohlar yuyilib ketadi. Har namozdan keyin namoz bilan nurg'un gunohlar yuyilib ketadi. Chunki innal hasanat yuzibna sayyiat degandek bir yaxshi amalni qilgandan keyin, shu yaxshi amalga savob yozilish bilan birga shu vaqtning o'zida nurg'un gunohlar yuyilib ketadi ekan. Chunki bu odam Alloh taologa qarshi bu xatolikni sodir qilib solgan bo'lsa-mu, endi kelib Alloh taolo uchun yaxshi bir amalni, Alloh rozi bo'ladigan, mamnun bo'ladigan bir yaxshi amalni qilganda, Alloh taolo bundan mamnun bo'lib, aniq savob yozish bilan birga uni kechiryotdi endi. Ya'ni bu shu Alloh taolo degan amriga xiloflik qilgan gunohlarni kechiryotdi. Ammo maxluqotga qilgan xatolik, gunoh, tuhmat, o'g'rilik, haromxo'rlik, yolg'onchilik deganga o'xshash ma gunohlarni shu gunoh qilingan odam shu kechirmaguncha Alloh taolo kechirmaydi. Shuning haqqini bari haqqidan o'tmaydi. Tövbe shundoq ishni tövbe qilib sahifasini o'ppoq tutadigan yaxshi bo'lsin. Bu yaşda yana keladigan hafta shu vaqtda sizlar bilan ko'rishgacha hammalarini Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.